har kuni sho'rva ichish jonga tegarmish, shashlik yeb turish ham kerakmish. Menga qara, senda ozgina bo'lsa ham erkaklik dostoinствоsi murskoy bo'lsa, o'sha qaynotangnikiga borasan, stoyka turgani qizini qo'lini so'rab. O'shanda aytgan, meni ichim ketadi, chiqaraman yoki amma xoling yetib ketsin. Har kuni sho'rva ichsa, bu chiqoni ichib ketib qoladi. O'shaning uchun shashlik ham yeb turish kerak deb aytib ketgan. Erkak bo'lgan, murskoy bo'lish kerak-da erkakda. Chunki lavz berib olib chiqib ketasan, birovni guldek qizini puflaylab, paypaslab o'stirgan qizini sen olib chiqib ketasan-da. Onangni, otangni, qaynisingil, qaynig'achi hammani xizmatini qildirib, uni o'tin qilasan-da, keyin uni nomini sho'rva qo'yib olish, shashlik yegani ketadigan, sen sichqoq o'zing haqida informatsiyani berib ketgan. Men mana shunaqa iflos bo'laman, odatlarim shunaqa, ichim ketib qoladi, sho'rva yemasam deb. Keyin ehtiyot bo'lgan, ko'chadagi ko'p shashliklar hozir eshak go'shtidan tayyorlanayotganmish. Yaqinda mana 75 nomerda ko'rding, 3,5 tonna eshak go'shti keldi. Mana shashliklarning orasida ertaga kasal bo'lib qolib, qonning og'rib, oilang buzilib ketmasin. Sog' bo'l, salomat bo'l. Har doimgidek bu videoni kommentida ayollar bong'illatamiz, erkaklar bu videoni ko'rib sekin chetga o'tib sigaret chekib olamiz. Gap nima haqida edi? Sho'rva va eshakning aloqasi yo'q edi.